Bir odam Hazrat farishta Malakul Maut farishtaga o'lim farishtasiga aytibdi, janob sizni muomalangiz ham ajoyib. Xohlagan paytda kelib qolaverasiz debdi. Dunyoning qoidasi borki, kattaroq odamlar bir joyga keladigan bo'lsa, kelishidan oldin xabar beradi debdi. Siz bo'lsa xabar qilmay kelasiz debdi. U kishi aytgan ekanlar, Malakul Maut, dunyoda men shu qadar ko'p xabar beramanki, manchalik birov xabar bergan emas debdilar. Istima bo'lganing mendan kelgan xabar, sochingni oqargani mendan kelgan xabar, belingda quvvat ketgani mendan kelgan xabar, balangdan bala tug'ilgani mendan kelgan bitta xabar dedilar. Lekin bu xabarlarga senda quloq solish bo'lmasa, men nima chora qilay dedilar. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karim azimushanda aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Avalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara va ja'akumun nadir. Qiyomatda Alloh taolo aytar ekan, oyo bandam, agar nasihat olaman desang, nasihat olgudek, kifoya qilgudek umr senga bermadimmi? Nasihat olaman, o'zim o'ylayman desa kifoya qilardi. Har qanaqangi odam shunchalik umr berar. Va sizlarga ogohlantiruvchi kelmadimi? deydi. Mufassirlar ogohlantiruvchidan, qo'rqituvchidan murod kim edi desa, ko'pchilik Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vassalom debdilar. Ogohlantiruvchidan murod. Va ko'pchilik mufassirlar nazirdan murod sochda oqligi debdilar. Va ba'zilar odamni nabirasi debdilar. Sizlarga nabira kelmadimi degani u, ogohlantiruvchi kelmadimi degan. Hazrat aytarlarki, Alloh taborak va taolo bir joyda marza qilyaptilar. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda aytgan, A'udhu billahi minash shaytonir rojim, la yabghuna anha hiwala. Jannatga kirgan odam jannatdan ko'chishni hech ham xohlamaydi. Zerikmaydi jannatdan. Odamlar haligi unaqa odamlar bo'ladi-ku, siz gapiraverasiz, u xayolida boshqa narsalar o'ylab turadi. O'ylanmish, u yashaverib zerikib ketmasmikin der ekan jannatda. Desa, bir Toyib degan odam aytadiki, odamlarni qarang fikrini deydi. Shu dunyoda shuncha qarzi, shuncha kasalligi, shuncha og'rig'i bilan o'lgisi kelmaydi-yu. Hech ketgisi kelmayapti. O jannat rohat ustiga rohat bo'lar ekanmi, shu zerikar ekan. Xo'p, jannatda nima uchun odamlar zerikmaydi? Nima holat uni zerikishga qo'ymaydi? Termizida hadis keladi dedilar Hazrat. Hadis shundayki, Alloh taborak va taolo har haftada jannatda Husn bozori degan bozor tuzar ekan. Va Husn bozoriga borib odamlar o'zlariga hech dunyo bino bo'lgandan beri bu ko'rmagan chiroyli suratlarni oldiga qarshisiga terilar ekan. Alloh hammamiz yetkazsin. Shu suratlar ichida qarab turib, mana shunisidan bo'lib qolay der ekan. Ishora qilib shu ko'ngliga kelganda o'sha suratga kirib uyiga qaytib kelar ekan odam. Kelsa dedilar Hazrat, pari ham avvalgi pari emas. Pari sizga nima qildi? Desa, sizlar jannatni Husn bozoriga ketganlaringdan, bu jannatni osmondan ham Husn yomg'iri degan yomg'ir yog'di, biz chiqib turib o'zgarib qoldik der ekan. Demak, har haftada shunaqa holat takrorlanarsa, qanaqa zer ekan? Dunyoda unaqa emas-da. Bir chiroyli kiyinib yurgan haligi kinoyim kelgandan keyin bir haftadan keyin oshxonani hidi kelish boshlasin. Haligi eram borgan sari boshida odobli yigitni borgan sari yangi hunarlari chiqaversa bu kishini. Zeri katta. Ammo jannat unaqa emas dedilar. Alloh taborak va taolo jannatning vasflaridan bittasida aytayaptiki, jannat shunday joyiki, u yerda ko'zlar lazzatlangan hamma narsa bor. Va fiha ma tashtahihil anfus. Nafslar nimani ishtiho qilsa, nimani xohlasa bor. deb gapirsalar, o'tirganlar ichida bittasi kashandasi bor ekan. Sigaretga nihoyatda shinavanda ekan. Hazrat ma'ruza qilyapti, u xayoli sigaret bilan turibdi ekan. U hamma narsa bo'lsa, Hazrat, shu sigaret ham bo'ladimi deydi. Desa Hazrat aytadilarki, Hazrat so'kish uslublarida birovni badbaxt demaslarda kambaxt deb so'kardilar. Voy kambaxt. Shuncha noz ne'matda desam, yana o'sha sassiq sigaretni eslaydi bu. Xudoning va'dasi haq dedilar. Banda nimani istasa beraman deyaptimi? Sigaretni istasang sigaretni ham beraveradi-yu, lekin tutatgan bir jahannamga kirib chiqasan dedilar.